Nima menda o'zingizni qochirsiz? Ha? Uydagilarmi shunday qildi? Nima ish menga o'chmaylik nazar bilan qaraysizlar? Men biror ishni xato qildimmi? Nima ma'nosi? Unda ushlab ketdim, shu qahva kerakchi. Chushqon, Nadira. Nima qilyapsizlar bu yerda? Yaqin girishma! Hech qachon yaqin girishma! Boshqa o'tiraydimi? Agar bu ayol qutulmoqchi bo'lsanglar, qo'lto'plarni adresini deb birala! Hech qachon uni qo'yma! Yaqin kelma! Uloqta! Yaqin kelma! Uni qo'ya tortma! Yaqin kelma dedim! Yaqin kelma! Uloqta! Ish bo'lganda? Qo'yma! Qo'yma! Lekin bundoq ketaversa, ikkisining munosabati bo'lgan sari boshqa shayqa munosabatga aylanib qolarmiki? Aylanib qoldi. Nima? Endi doktor Rana ko'ngli bog'liqim dedi. Rasma? Ba'zida sizlar bir oila kishilarining baxtli turqunlarga qarab, o'zimni ancha muhim emasdek his qilib qolaman. Ba'zida dadam qaqoqlab kulib ketsa, achchig'im keldi. Bizdek amdi bir turmush kechirgachga, menga yuz kelmaydigan tuyg'usi yo'qolib ketarmi deb ansirayman. Yana tegib kelib yeshim bo'lmaganda kulalaydiganmi deb o'ylayman. Obag'idek menga kuyinsa, nima ish amdi menga ko'ngli bo'ladi. Burun nima ish qildik deb achchig'im keldi. Nadira, g'ayrat qilgin. Ma'qul. G'ayrat qilin bolam. Sen bilmaganlarga sen tanlajima? Herkes tanıtırman kızım ha. Yaxşı bir ha. Hoş kavrınızı kütümüz kızım. Gayret kılın ha. Xo'sh, ma'qul. Ajab, uzoq chiqdingiz-ku. Uy. Bu yerda yo'qotsiz. Men shu sizni imtihon maydoniga olib qo'ydigan, ham bugun baldiroq uyg'ongandim.